Aziz tomoshabinlar, bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap buning oktyabrdan keyin pensiya, nafaqa, bank kartasi, hujjat va tekshiruvlar bilan bog'liq kutilmagan muammolar haqida ketadi. Men buni vahima qilish uchun emas, sizni oldindan ogohlantirish uchun aytyapman. Bitta e'tiborsizlik tufayli odam pulini kech olishi, kartasi ishlamay qolishi yoki ortiqcha yugurga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa uyingizda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz bo'lsa, bu ma'lumot hammaga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim yangilik va tushuntirishlarni oddiy tilda yetkazib boraman. Men avvalo eng muhim narsani aniq qilib aytaman. Pensionerlar ko'pincha muammoga pul kamligi uchun emas, ma'lumot kech yetib borgani uchun duch keladi. Biror tartib o'zgarsa, bankda yangi talab paydo bo'lsa, pensiya bo'limi hujjatni yangilashni so'rasa yoki karta muddati tugasa, ko'pchilik buni faqat pul tushmagandan keyin biladi. O'sha paytda esa odam sarosimaga tushadi. Nega pensiyam kelmadi? Kim to'xtatdi? Qayerga boraman? Qaysi hujjat kerak degan savollar boshlanadi. Oldin ko'p narsa oddiyroq edi. Pensioner pensiya tayinlatganidan keyin pulini pochtadan yoki bank kartasidan olib yuraverardi. Ayrim hollarda hujjatlar yillar davomida qayta tekshirilmasdi. Manzil o'zgarsa ham, telefon raqami almashsa ham, bank kartasi yangilansa ham odamlar bunga uncha e'tibor bermasdi. Chunki tizim sekin ishlardi, ko'p narsa qog'ozda yurardi, ma'lumotlar bir joydan ikkinchi joyga tez o'tmasdi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Pensiya, nafaqa, bank, soliq, yashash manzili, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, karta va elektron bazalar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odamning huquqi tezroq aniqlanadi. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Firibgarlik va noto'g'ri to'lovlar kamayadi. Lekin buning ikkinchi tomoni ham bor. Agar biror ma'lumot bazada noto'g'ri tursa, hujjat muddati o'tgan bo'lsa, karta faol bo'lmasa yoki odam o'z vaqtida tekshiruvdan o'tmasa, tizim darhol muammo chiqarishi mumkin. Mana shu sababli 10 oktyabr sanasi atrofida pensionerlar o'rtasida turli gap so'zlar, xavotirlar va vahimali xabarlar ko'payadi. Men ekspert sifatida bitta narsani aytaman. Har qanday rasman falokat bo'ladi. Hammaning pensiyasi to'xtaydi. Pul berilmaydi degan gapga darrov ishonmang. Lekin shu bilan birga menga aloqasi yo'q deb beparvo ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l o'z hujjatlaringizni, karta holatini, pensiya ma'lumotlaringizni oldindan tekshirib qo'yish. Endi masalani oddiy tilda ochib beraman. Pensiya tizimida eng katta xavf 3 ta joyda paydo bo'ladi. Birinchisi hujjatlar bilan bog'liq muammo. Ikkinchisi bank kartasi va to'lov usuli bilan bog'liq muammo. Uchinchisi odamning maqomi, yashash joyi, ishga kirish yoki qo'shimcha daromadi bo'yicha bazadagi ma'lumotlar bilan bog'liq muammo. Masalan, pensionerning pasporti yoki ID kartasi almashtirilgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi ma'lumot bankda yangilanmagan bo'ladi. Natijada bank kartani bloklab qo'yishi yoki ayrim operatsiyalarni cheklashi mumkin. Pensioner esa buni pensiya keladigan kuni biladi. U bankomatga boradi, karta ishlamaydi. Banka borsa, ma'lumotlaringizni yangilash kerak deyishadi. Bu ish 10 daqiqalik bo'lishi ham mumkin, lekin ba'zan navbat. Tizimdagi uzilish, hujjat yetishmasligi sabab bir necha kunga cho'ziladi. Ikkinchi misol, pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin doimiy yoki vaqtincha yashash manzilini rasmiylashtirmagan. Pensiya bo'limidagi eski ma'lumotlar bilan hozirgi yashash joyi mos kelmaydi. Shunday holatda ayrim so'rovlar, xatlar, tekshiruvlar eski manzilga borishi mumkin. Pensioner xabar topmaydi. Keyin esa sizdan ma'lumot kerak edi degan sabab bilan to'lov kechikadi yoki qo'shimcha izoh talab qilinadi. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi olayotgan kishi tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. U odam oldin ham olib yurganman, davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin ko'rik muddati tugagan bo'lsa, bazada uning maqomi yangilanmaguncha to'lovda muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda davlat sizga bermayman demayapti. Lekin tizim tasdiq muddati tugagan, yangilash kerak deb turibdi. 4-misol, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan oila bor. Farzand 12 yoshga to'lgan, lekin o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda ayrim nafaqa turlari uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov avtomatik davom etmay qolishi ehtimoli bor. Odamlar esa keyin nega to'xtadi deb hayron bo'lishadi. Sabab oddiy.
tizim farzand o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjatni ko'rmayapti. Men endi aniq guruhlarni sanab o'taman. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu guruhlardan biriga kirsa, hozirning o'zida tekshiruv qilish kerak. Birinchi guruh bank kartasining muddati tugashiga yaqinlashgan pensionerlar. Kartaning old tarafida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 2024 deb tursa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qilgan bo'lishi mumkin. 2025 bo'lsa, 2025 yil oktyabr. Ko'pchilik shu yozuvga e'tibor bermaydi. Karta muddati tugaganidan keyin pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin pul yetishda, to'lov qilishda yoki bankomatdan foydalanishda muammo chiqadi. Shuning uchun kartani oldindan yangilash kerak. Ikkinchi guruh, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam yangi ID oladi. Lekin bankka bormaydi, pensiya ma'lumotlarini tekshirtirmaydi, telefon raqamini yangilamaydi. Keyin SMS kelmaydi, ilovaga kira olmaydi. Bank shaxsni qayta tasdiqlash kerak deydi. Ayniqsa yoshi katta insonlar telefon raqam farzandi nomiga ochgan bo'lsa, muammo yanada chigal bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotganlar. Bu yerda asosiy e'tibor tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi va maqomning bazada to'g'ri ko'rinishiga qaratiladi. Agar odamning salomatligi sabab borolmasa, oldindan tibbiy muassasa yoki mas'ul tashkilot bilan bog'lanib, qanday tartib borligini so'rash kerak. Keyin boraman deb yurish to'lov kechikishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchi guruh boshqa davlatga vaqtincha ketib, pensiyasini kartadan olib turganlar. Bu holatda bank kartasi, telefon raqami, SMS tasdiqlash, mobil ilova va shaxsni tasdiqlash talablari muhim bo'ladi. Ayrim banklar uzoq vaqt faol bo'lmagan kartalarni xavfsizlik sabab cheklashi mumkin. Shuningdek, pensionerning tirikligi yoki huquqi bo'yicha tasdiq talab qilinadigan holatlar bo'lishi mumkin. Buni oldindan aniqlash kerak. 5-guruh ishonch-noma orqali pensiya oldirayotganlar. Masalan, bobo kasal, nevarasi pul olib keladi yoki ona yura olmaydi. Qizi bankka boradi. Ishonch-noma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Bunda bank xodimi yomonlik qilmayapti. U qonun bo'yicha muddati o'tgan hujjat bilan pul bera olmaydi. Shuning uchun ishonchnomaning sanasi kimga berilgani, qaysi amal uchun berilgani aniq tekshirilishi kerak. Hamma pensioner ham xavf ostida degani emas. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, telefon raqamingiz ishlasa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya turi bo'yicha qo'shimcha tasdiq muddati o'tmagan bo'lsa, siz shunchaki profilaktika tekshiruvi qilasiz. Vahima kerak emas. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi. ID kartasi amalda. Kartasi 2027 yilgacha yaroqli. Har oy pul vaqtida tushyapti. Bankdan SMS keladi. Yashash joyi o'zgarmagan. Bunday odam uchun eng to'g'ri ish kartaning muddatini ko'rib qo'yish. Bank ilovasiga kirib ko'rish yoki bankka telefon qilib hisob faol ekanini so'rash. Shundan keyin tinch yuraveradi. Yana bir misol, pensioner pulni pochta orqali oladi. Manzil o'zgarmagan, hujjatlari joyida. Bunda ham asosiy xavf pochta xodimi kelganda uyda bo'lmaslik, shaxsni tasdiqlovchi hujjat yonida bo'lmasligi yoki ma'lumot mos kelmasligi bo'lishi mumkin. Bunday odam ham oldindan mahalla. Pochta yoki pensiya mas'ullaridan to'lov sanasi va tartibini aniqlashtirib qo'ysa bo'ladi. Men birinchi real vaziyatni tasavvur qilib tushuntiraman. 6-8 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi orqali kommunal to'lovlarni to'laydi, oziq-ovqat oladi. Karta muddati oktyabr oyida tugaydi, lekin u bunga ahamiyat bermaydi. Pensiya tushgan kuni bankomatga boradi. Bankomat kartani qabul qilmaydi yoki operatsiyani rad etadi. Otaxon uyiga qaytadi, farzandiga telefon qiladi. Ertasi kuni bankka borishadi, navbatda turishadi, yangi karta buyurtma qilishadi. Karta tayyor bo'lguncha 2-3 kun o'tishi mumkin. Mana shu 2-3 kun otaxon uchun katta muammo. Dori olish kerak, non olish kerak, kommunal to'lov muddati kelgan. Bu falokat pul yo'qligidan emas, oldindan tekshirmaganidan kelib chiqdi. Ikkinchi vaziyat. 7 yoshli onaxon ID kartasini almashtirgan. Eski pasportdagi ma'lumot bankda turibdi. Telefon raqami esa o'g'lining nomida. Bank xavfsizlik tekshiruvi paytida ma'lumotlarni yangilashni so'raydi. Onaxon bankka yolg'iz boradi, lekin telefon raqamiga kelgan kod o'g'lining telefoniga ketadi. O'g'li ishda javob bermaydi. Onaxon ishini bitira olmay qaytadi. Bu yerda bitta oddiy xulosa bor. Pensionerning asosiy telefon raqami bankdagi raqam va hujjat ma'lumotlari mos bo'lishi kerak.
Uchinchi vaziyat. Nogironligi bo'lgan fuqaro nafaqa oladi. Tibbiy qayta ko'rik muddati sentabr oxirida tugagan. U o'zini yomon his qilgani uchun keyingi oy boraman deb qoldiradi. Oktyabrda to'lov kechikadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bazada maqom yangilanmagan. U tibbiy ko'rikdan o'tadi, hujjat tiklanadi, lekin shu orada bir necha hafta asabiylashadi. Agar u sanani oldindan kuzatganda muammo kamayardi. 4-vaziyat. Farzand otasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati tugagan. Farzand bankka boradi, xodim pul bermaydi. Farzand jahli chiqadi, oldin berardingiz-ku deydi. Lekin xodimning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Muddati o'tgan ishonchnoma huquq bermaydi. Yangi ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Agar ota yura olmasa, notarial tartib yoki vakolatli xizmatlarni qanday chaqirish mumkinligini oldindan so'rab bilish kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, pensiya kechiksa. Bu har doim pensiya to'xtatildi degani emas. Ba'zan banklararo texnik jarayon, bayram yoki dam olish kunlari to'lov jadvali, karta holati sabab pul bir necha kun kech ko'rinishi mumkin. Shuning uchun darrov xulosa chiqarmang. Avval bank hisobini tekshiring, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi nozik joy. SMS kelmasa pul tushmagan degani emas. Ayrim pensionerlar SMS xabarga o'rganib qolgan. Telefon ochiq bo'lsa, raqam almashgan bo'lsa, balansda xizmat haqi bo'lmasa yoki SMS xizmati o'chgan bo'lsa, xabar kelmasligi mumkin, lekin hisobda pul bo'lishi ehtimoli bor. Buni bankomat, bank ilovasi yoki bank filiali orqali tekshirish kerak. Uchinchi nozik joy. Mening kartam ishlamayapti degan muammo turlicha bo'ladi. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. PIN kod 3 marta noto'g'ri terilgan bo'lishi mumkin. Karta magnit qismi yoki chipi buzilgan bo'lishi mumkin. Bank xavfsizlik sabab vaqtincha bloklagan bo'lishi mumkin. Hisobga sud yoki qarzdorlik bo'yicha cheklov tushgan bo'lishi mumkin. Har birining yechimi boshqa. Shuning uchun bankka borganda pensiyamni bermayapti deb umumiy gapirmasdan, hisobim faolmi, karta faolmi, cheklov bormi, karta muddati qachongacha deb aniq so'rash kerak. 4-nozik joy, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kredit olgan bo'ladi, kafillik bergan bo'ladi. Aliment yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda hisobdan ma'lum miqdor ushlab qolinadi. Pensioner pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan yoki ijro organlaridan yozma ma'lumot so'rash kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 5-nozik joy firibgarlar. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, bir martalik yordam haqida gap chiqsa, firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, oktyabrdan pulingiz to'xtaydi, kartangizni tasdiqlang, kod ayting, plastik raqamini yuboring, pasport rasmini tashlang deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Bank kodi, SMS kod, karta PIN kodi, mobil ilova, parol hech kimga aytilmaydi. Haqiqiy bank xodimi ham, pensiya xodimi ham sizdan SMS kodni so'ramasligi kerak. Agar so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. 6-nozik joy, ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar. Telegramda, guruhlarda tanishlar orasida hammaning pensiyasi tekshiriladi. Kartalar bloklanadi. Pul faqat falon hujjat bilan beriladi degan gaplar yuradi. Bunday xabarni ko'rsangiz, avval manbasini tekshiring. Rasmiy idora nomi bormi, havola bormi, sana bormi, hujjat raqami bormi? Agar yo'q bo'lsa, darrov tarqatmang. Chunki bitta noto'g'ri xabar yuzlab pensionerni bank va pensiya bo'limlari oldida navbatga chiqarib qo'yadi. Endi men sizga amaliy yo'l yo'riq beraman. Buni qog'ozga yozib oling yoki videoni yaqinlaringizga yuboring. Birinchi qadam. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiring. ID karta yoki pasport amaldami, undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR raqami to'g'rimi, hujjat almashtirilgan bo'lsa, bank va pensiya ma'lumotlarida yangilanganmi? Shuni aniqlang. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlarni yangilashni so'rang. Ikkinchi qadam, bank kartasining muddatini ko'ring. Kartaning old tarafidagi oy va yilga e'tibor bering. Agar muddat tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, hali vaqt bor demang. Bankka borib kartani qayta chiqarish tartibini so'rang. Ayrim banklarda karta tez chiqadi, ayrimlarda bir necha kun kerak bo'ladi. Pensiya kuni kutib o'tirmang. 3-qadam, telefon raqamini tekshiring. Bankdagi raqam siz ishlatadigan raqammi? SMS keladimi? Mobil ilovaga kira olasizmi? Raqam farzandingiz nomida bo'lsa ham, amalda sizda ishlayaptimi? Agar raqam yo'qolgan, bloklangan yoki boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa,
Bankdagi raqamni yangilang. Bu juda muhim. Chunki ko'p tasdiqlar telefon orqali keladi. 4-qadam. Pensiya turi bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak emasligini aniqlang. Yoshga doir pensiya olayotgan odamda odatda bunday talab kamroq bo'ladi. Lekin nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, parvarish puli, ijtimoiy nafaqa kabi holatlarda muddatli hujjatlar bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjati, ishonchnoma, yashash joyi ma'lumoti kabi narsalarni tekshiring. 5-qadam. Pensiya bo'limiga yoki mas'ul tashkilotga borishdan oldin hujjatlarni tayyorlang. Odatda yoningizda ID karta yoki pasport, bank kartasi, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid ma'lumotlar, telefon raqamingiz. Kerak bo'lsa ishonchnoma, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumot bo'lishi kerak. Har bir holat har xil, lekin asosiy hujjatlar shular. 6-qadam, murojaatni og'zaki emas. Aniq savol bilan qiling. Masalan, bankka borsangiz, mening pensiya hisobim faolmi? Kartam muddati qachongacha? Hisobimda cheklov bormi? Telefon raqamim to'g'ri ulanganmi? ID karta ma'lumotlarim yangilanganmi? deb so'rang. Pensiya bo'limiga borsangiz, mening to'lovim bo'yicha to'xtatish yoki qayta tekshiruv bor yo'qligini ayting. Qaysi hujjat yetishmayapti? Murojaatimni ro'yxatga oling deb so'rang. 7-qadam. Agar muammo bo'lsa, yozma izoh so'rang. Ertaga keling, keyin hal bo'ladi. Tizim ishlamayapti degan gaplar ba'zan yetarli emas. Siz xotirjam va hurmat bilan menga qaysi sabab bilan to'lov kechikayotganini yozma yoki ro'yxatga olingan murojaat orqali tushuntirib bering deyishingiz mumkin. Bu sizning huquqingizni himoya qiladi va masalani tezlashtiradi. 8-qadam. Yaqinlaringizni yolg'iz qoldirmang. Pensioni ota-onangiz bo'lsa, faqat pul tushdimi deb so'ramang. Karta muddati qachon tugaydi? Telefon raqami ishlayaptimi? Bankdan xabar kelyaptimi? Pasport almashtirilganmi? Ishonchnoma muddati bormi? Shularni ko'rib bering. Ko'p muammo farzandlar bir soat vaqt ajratmagani uchun kelib chiqadi. Agar odatda 10 sanada pensiya tushib, bu safar tushmasa birinchi kuni vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avval bank hisobini tekshiring. SMS kelmagan bo'lsa ham hisobni bankomat yoki bank ilovasi orqali ko'ring. Keyin bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, hisob faolmi, karta bloklanmaganmi, cheklov bormi, shuni so'rang. Agar bank hisobda muammo yo'q, to'lov kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerda to'lov ro'yxatga kiritilganmi, qayta tekshiruv bormi, hujjat yetishmayaptimi, manzil yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bormi, aniqlang. Agar hujjat kerak deyishsa, qaysi hujjat, qayerdan olinadi, qaysi muddatda topshiriladi, aniq yozib oling. Agar karta bloklangan bo'lsa, bankdan sababini so'rang. Muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oling. PIN kod bloklangan bo'lsa, qayta tiklash tartibini bajaring. Ma'lumot yangilash kerak bo'lsa, ID karta bilan borib identifikatsiyadan o'ting. Agar hisobga cheklov tushgan bo'lsa, cheklov qaysi organ tomonidan qo'yilganini aniqlang va o'sha organga murojaat qiling. Agar sizning nomingizdan kimdir pul olganiga shubha bo'lsa, darhol bankka yozma ariza bering, kartani bloklang, operatsiyalar tarixini so'rang. Keyin zarurat bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Bu holatda vaqt juda muhim. Balki qaytarib berar deb kutib yurish xavfli. Men bu qismni alohida kuch bilan aytaman. Chunki aynan pensionerlar firibgarlar uchun eng oson nishonga aylanadi. Sizga kimdir telefon qilib, pensionerlar ro'yxati yangilanyapti. 10 oktyabrdan to'lov to'xtamasligi uchun kod ayting. Plastik kartangizni tasdiqlaymiz, kompensatsiya chiqaramiz desa, gapni darhol to'xtating. SMS kodni aytmang. Karta raqamini, amal qilish muddatini, orqa tarafdagi 3 xonali kodni, PIN kodni, ilova parolini bermang. Agar xabar Telegram orqali kelsa va shu havolaga kiring desa, kirmang. Ayniqsa havolada bank nomiga o'xshash, lekin biroz boshqacha yozilgan sayt bo'lsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha menga yordam berishyapti deb o'ylaydi. Aslida esa hisobidagi pulni yechib olish uchun ma'lumot yig'ishyapti. Yaqinlaringizga bitta qoida o'rgating. Bank va davlat idorasi hech qachon SMS kod so'ramaydi. Agar biror shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol farzandiga, ishonchli odamiga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilsin. Rasmiy raqamni esa internetdagi tasodifiy reklamadan emas, bank kartasi orqasidan, bank binosidagi ma'lumotdan yoki rasmiy saytdan olsin. Azizlar, bugun gapning asosiy mazmuni shuki, 10 oktyabr atrofidagi har qanday o'zgarish, tekshiruv yoki to'lov jarayoni pensioner uchun kutilmagan muammoga aylanmasligi kerak.
Buning uchun vayma emas, tartib kerak. Hujjatni tekshiring, kartaning muddatini ko'ring, telefon raqamini yangilang. Nogironlik yoki boshqa nafaqa bo'yicha muddatli hujjatlarni o'tkazib yubormang. Ishonchnomani nazorat qiling va firibgarlarga hech qanday kod bermang. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, uyingizdagi pensionerning kartasini, ID hujjatini va telefon raqamini tekshirib qo'ying. Bu oddiy ish sizni keyinchalik katta asab, navbat, kechgan to'lov va keraksiz xarajatlardan saqlaydi. Sizning hududingizda pensiya yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pensiya vaqti tushyaptimi yoki kechikyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan xulosa olsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Bunday ma'lumot vaqtida yetib borsa, ko'p odamning muammosi oldindan hal bo'ladi.